Start recording video yozib olinyapti. Demak, hammaga salom. Bugun biz list mavzusini o'rganamiz. Ya'ni listni o'rganishdan oldin biz o'zgaruvchilar mavzusini qaytarib olsak, ya'ni o'zgaruvchilar qanday, masalan, bu yerga meva deb qo'yamiz va olma. Pastga print orqali mevani chaqirib qo'yamiz. Va bu yerga mana olma chiqib o'tiribdi. Bu yerda birinchisi, ya'ni ushbu meva o'zgaruvchining nomi, olma esa uning qiymati, to'g'rimi? Endi bu yoqda masalan olma emas, mevalar juda ham ko'p. Olma, nok, apelsin, kivi, banan, yani har xil mevalar juda ham ko'p. Va biz ularni alohida o'zgaruvchiga olib chaqirib o'tirmaymiz-ku. Masalan, 12 ta meva yoki balki 20 ta mevadir. Biz ularni alohida o'zgaruvchilarga olib, yana qaytadan print orqali chaqirib, yana olib konsolda chop etmaymiz. Ya'ni bu juda ham qiyin bo'lib ketadi bizlar uchun. Buni osonroq yo'li bor. Ya'ni list orqali. List o'zi nima desangiz, list bu masalan o'zgaruvchilarni biz konteyner, ya'ni qutiga o'xshatgandik, to'g'rimi? Buni ham listni ham qutiga o'xshatsak bo'ladi. Ya'ni qutini ichiga agar bitta mevani solsak, bu o'zgaruvchi bo'ladi. Bitta qutini ichiga 5 ta, balki 6 ta mevalarni yoki 6 ta mahsulotlarni solsak, bu list bo'ladi. Endi listni yozilishini ko'rib chiqamiz. Xo'p. Pastdan mevalar deymizda, bu yerga to'rtburchak qavs ochamiz. To'rtburchak qavs. Men buni to'rtburchak qavs emas, sizlar nima deyishingiz o'zlaringizga bog'liq va ichiga ma'lumotlarni yozamiz. Olma, nok, apelsin bo'lib qolibdi. Apelsin va banan deylik. Banan bo'ldi. Endi bularni print orqali konsolga chaqiramiz, mevalar. Mana. Biz agar buni xuddi bir shu nok, apelsin, banan chaqirmoqchi bo'lsangiz, bunda 2 qator emas, balki 10 qator, ba'zida 20 qator ham kod ketib qolishi mumkin. Bu esa ishlarimizni sal osonlashtirib beradi. Ya'ni atiga 2 qator orqali bularni konsolda chop ettirishimiz mumkin. To'g'ri, aytishingiz mumkin, axir bu yerda har xil belgilar qolib ketyapti, masalan, bananni o'zi yoki olmani o'zi chiqmayapti-ku deyishingiz ham mumkin. Bu to'g'ri. Hozir uning usulini ko'rib chiqamiz. Undan oldin bu yerga faqat string ma'lumot turini qo'ysak bo'lmaydi. Ya'ni xuddi bir o'zgaruvchiga o'xshab. Masalan, bu yerga 1, bu yerga 5.2 va bu yerga true deb yozsak ham bo'ladi. Ya'ni mana 4 ta biz foydalanadigan ma'lumot turlaridan galma-galdan misollar keltirilgan. Hammasi chiqarib beradi. Ya'ni istalgan ma'lumot turingizni yozsangiz bo'ladi bunda. Endi galma-galdan chiqarib berishga kelsak, orqaga qaytaramiz. Galma-galdan chiqarib berishga kelsak, masalan, bu list elementlariga murojaat qilish deb ataladi. Bu xuddi bir string elementlariga murojaat qilishga o'xshaydi. Ya'ni biz paytda indekslar orqali harflarni chaqirib olgandik yoki bir qismini kesib olgandik. Bu yerda ham shunaqa. Masalan, olma 0-indeks, nok 1, apelsin 2, banan esa 3-indeks hisoblanadi.
Biz masalan olmani olmoqchi bo'lsak, bu yerga 0 kiritamiz va konsolda olma kelib chiqadi. Va bularni ko'paytirib qo'yamiz, ya'ni nok, apelsin, banan hammasini kirgazish uchun. 1 2 3. Xo'p, endi mana ram bersak, hammasi galma-galdan qatorma-qator, hech qanday belgilarsiz chiqib kelyapti. Endi bizda nested list degani bor, ya'ni ichma-ich list. Nested listda masalan apelsinni yana bitta listga olamiz. Apelsinning yonidan kivi deganni ochamiz. Ko'rib turganingizdek, o'zgarmadi emas, list ichida list yozyapmiz. Ya'ni biz bunday listlarni bitta listning ichiga ko'plab yozishimiz mumkin. Hattoki bu listning ichiga yana bir list yozishimiz mumkin. Bu listning ichiga bu listning ichiga yana bir list yozib qo'yishimiz mumkin. Endi bularni konsolda chop etsak, ko'rib turganingizdek, ushbu qism birgalikda kelib chiqyapti. Ya'ni bularga o'xshab qatorma-qator kelib chiqmayapti. Buni qanday qilib ajratib olamiz desak, birinchi navbatda xo'p, demak, bu list nechanchi indeksda turibdi? 2-indeksda turibdi. Va endi apelsin so'zichi? Apelsin so'zi 0-indeksda turibdi mana. Qani endi? Mana apelsin chiqyapti, lekin kivi chiqmayapti hali ham. Nega? Sababi endi kivini chaqiramiz. Print mevalar 1. Endi biz kivining o'zi chiqishi kerak. Yo'q. Bunda ham ushbu belgilar bilan chiqadi. Belgilarni yo'q qilishimiz uchun nima qilishimiz kerak deyishingiz mumkin. Ba'zilar oddiy belgi-yu, bu hech nima emas, oddiy so'zni o'zi chiqyapti-ku deyishingiz mumkin. Lekin bu yerda yana bir ma'lumot kiritsak ham bo'ladi. Ya'ni bu yerga kivi, apelsin, nok, yana banan, yana qanday meva bor edi-ya? Nok yo'q, kiritildi. Anor. Mana. Endi ram bersak, bu yerda anor ham qo'shilib qolyapti. Ya'ni shu listni u chiqarib beryapti. Yana ma'lumot qo'shsak, yana bu yerga qo'shilib ketaveradi. Endi biz kivi va anorni chiqarishimiz kerak va bu yerga yana bir to'rtburchak qavs ochamiz. Va bu yerga 0-indeks, keyin yana buni olib, bu yerga esa 1-indeks kiritamiz. Mana hammasini qatorma-qator tushirib beryapti. Ko'pincha bu listlar nima uchun ishlatiladi? Ya'ni ichma-ich listlar. Oddiy listlarni bildik, ya'ni bitta ma'lumotni saqlash uchun. Ichma-ich listlar esa biz hozir hammasi bir xil ma'lumot-ku. Masalan, bu listda ma'lumot ketyapti. Bunisi listda bir meva haqida ma'lumot, faqat u boshqalarga o'xshamaydi. Ya'ni ba'zi bir qismlari mavjud. Masalan, apelsinda deyapmiz, kivi va anor qismlari mavjud desak bo'ladi. To'g'ri, bunaqa yo'q. Lekin biz shunday qilib kiritsak bo'ladi. Shu uchun biz listdan foydalanamiz. To'g'ri, buni keyingi modullarda yaxshiroq, ya'ni osonroq usuli bor. Biz u orqali bemalol chaqirsak bo'ladi. Va bu yerga e'tibor bersangiz, qancha listning ichida list ketavermasin,
ketaversa, bu yerda ham kvadratlar ko'payyapti. Ya'ni bu anorni ham bitta listga olsak, bu yerga yana bir kvadrat qo'shamiz. Tushungandirsizlar deb o'ylayman. Ya'ni qancha listlar ko'paysa, bu yerga ham o'shaning ichidagi listlarni qiymatini olish uchun turburchak kvadrat qo'shilib ketaveradi. Demak, bugungi mavzuni tushundingiz deb o'ylayman. Hammaga rahmat. Sog' salomat bo'linglar.